Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Ko'zozlar jamiyat Shayxontohur tuman bo'linmasidamiz va ajoyib bir tashabbusni boshladik. Yonimda Bahodir Ubaydullayev para-shashka bo'yicha 5 karra jahon chempioni va yaxshi bir tashabbus bilan bugun yig'ildik. Bahodir, xush kelibsiz. Bugungi tashabbusimiz haqida o'zingiz qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Shayxontohur tuman Ko'zozlar jamiyatida biz ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan talabalarga, yoshlarga mahorat darsini, shashka va shaxmat bo'yicha mahorat darsini o'tkazamiz va albatta bundan juda xursandman. Chunki bu yerda ham mana yangi shashkachilarni men kutib qolaman. Kashf qilamiz. Bugungi mahorat darsimizda nafaqat yoshlar, yosh katta insonlar ham ishtirok etishlari kutilyapti va kuzatib boringlar. Shayxontohur Ko'zozlar jamiyatining faoliyatini qo'llab-quvvatlanglar va bunaqangi ajoyib tadbirlarni, ajoyib tashabbuslarni biz to'xtatmasdan uzluksiz davom ettiraveramiz. Sizlarni kuzatishinglar va orada like bosib yaqinlarga yuborib qo'ying. Biz boshladik. Okay, let's go. Shashka va shaxmat sport turlari ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun eng qulay va mos sport turlari sifatida baholanadi. Sababi ushbu sport faoliyati bilan shug'ullanayotganda jarohat olish xavfi mavjud emas. Bugungi mahorat darsimizni bosh tashkilotchisi Shayxontohur tumani Ko'zozlar jamiyati raisi Dilfuza opa bo'ladilar. Avvalambor Dilfuza opa mana shunday mahorat darslari tashkillashtirganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat Bahodirjon, men siz bilan tanishganimda bugungi shaxmat shashka bo'yicha mahorat darsini birinchisini boshlaganingiz bilan tabriklayman. Talabalarimizni ko'p bo'lishini, jamiyatdagi barcha insonlarni shaxmat shashkaga jalb qilamiz, barcha tumanlarni kelishlarini xohlayman. Ajoyib taklif. Dilfuza opa, o'zi aslida men sizga yana bir taklifni bermoqchi edim. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu Shayxontohur Ko'zozlar jamiyatida mana shu binoda keling, har hafta nafaqat ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan, umuman nogironligi bo'lgan yoshlarni, keksalarni barchani taklif qilib mana shu yerda shashka va shaxmat bo'yicha mahorat darslarini tashkil qilsak, shunga nima deysiz? Men xursand bo'laman. Albatta, jamiyat nafaqat bizning Shayxontohur, barcha tuman a'zolarimizni, jamiyatdagilarni mana shu yerga taklif qilamiz. Sizga o'xshagan mahoratli master klasslar ham kelsa, men juda ham boshim ko'kka yetgan bo'lardi. Bahodirjon, taklifingiz juda ham menga yoqdi. Katta rahmat. Demak, eshitdingiz, barcha murabbiylar diqqatiga o'z mahoratingizni mana shunaqa joylarga kelib ko'rsatsangiz, menimcha ham savob, ham tajriba bo'ladi degan umiddaman. Bugungi tashabbusimiz natijasida O'zkod Shayxontohur tuman bo'linmasida shashka va shaxmat ixlosmandlarining klubi tashkil etilishiga kelishib olindi. Barchani klubimizda kutib qolamiz. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlang. Ushbu videoga like bosing, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.